Alo, Sinur. Sen jonga tegding. Nima bo'ldi yana? Erim ertadan kechgacha Instagramda o'tiribdi. Menga umuman e'tibor qaratmayapti. Demak, sen zerikarli xotinsan. Instagram sendan qizuroqda ering uchun tushunmaysanmi? Ko'rsatib qo'yaman qizuv bo'lishni. Singaldan o'tirdi. Jonim, men ham o'zgardim, lekin o'zgasiga ketmadim. Qarama, qo'ylarga suv berib keling, keyin gaplashamiz, a? Shir rashqini keltirish uchun qo'ylar bilan yurish shart emas, jonim. Ovqat suzmaysanmi, ey? Ovqat yeyveramizmi? Ovqat yeyveramizmi? Haqiqatni gapiraman. 4 ta shashlik olib yedim bugun. Uyg'ota olganim uchun. Sen qanaqa qilib kimnidir uyg'otding, o'zing unikida turasan-ku? Siz meni yaxshi ko'rmaysiz. Sizni menda ko'nglingiz yo'q. Siz o'zgarib qolgansiz. Jinniromisan, nimalar deyapsan? Kim aytdi? Pochcha, opam to'g'ri aytayotdi. Opam sizni yaxshi ko'radi, lekin siz opamni yaxshi ko'rmaysiz. Rahmat Ibrohim. Oq ko'ynagimni dazmol qildingmi? Xonsaroy ofisiga ketishim kerak. Ko'ylagingizni dazmol qilib qo'yganman. Joyiga olib kirib ilib qo'yganman. Olasiz, kiyasiz, chiroyli bo'lib ketaverasiz. Xo'p. Adasi, sevganimni oldiga borib kelsam bo'ladimi? Kimmi? Sevganimni. Kim u sevganing? Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Onamni oldiga. Sevgiga faqat ona arziydi. Onam bilan kecha urushib qoluvding-ku. Kim bu bola? Ko'zi qora. Qora jentray. O'char-chakagingni, sen ham shu jinni sanqashularni eshitdingmi? O'char Instagramingni miyini bizibdi. Rostdan ham shirin bolasiz-da? Meni kimni bo'ylab olsa? Oyi, aytgan qizingiz qachon keladi? Assalomu alaykum. Voy, bunisi boshqachami deyman, keldi. Yo'q, qaravering, ustimda kiyimim bor mana. Yomon bolaligimdan beri erkak kishini ko'ziga qarashga uyalaman. Voy, bu qizdan sirrochli zot olib ko'paytirish kerak. Siz menga yoqdingiz. Keyingi oy gumbara qarz qilib to'y qilaman, rozimisiz? Siz nima deysiz shu? Voy, sizlardan ota-onani fikri muhim emasmi? Ota-onam odam o'ldirib qo'yib qamalib ketishgan. O'ldirib, qamalib, to'xtang, voy, nimadir nito'siladi? Siz o'qiysizmi yo ishlaysizmi? Ishlayman. Qayerda? Vinovodkada. O'shaning uchun aytishgan ekanda, ko'ringaning asli ko'pir ko'rinib bo'lgani qayerda? Asling kabi ko'rin yoki ko'ringaning kabi bo'l deyishgan. Mana qarang, siz shunda bitta qo'lingizda aroq quyib, bittasida kitob o'qiganmisiz? Qayerdan bildingiz? Sizni yana qanaqa yomon odatlaringiz bor? Yaxshimi yomonmi bilmadim, shu tatuirovka qurib qo'yganman. Qatingizga? Sizga ko'rinmaydi. A? Voy, yelkamga. Ishondi deb o'yladingiz-a shunisiga? Mana qarang, qilib yurgan ishingiz bilan yoqib olgan xarakteringiz bir-biri bilan urushib qo'yapti. Kimnidir yasab olmay yoqmaydi bolalarga. O'zi sizga qanaqa qizlar yoqadi? O'zi qanaqa bo'lsa, shunaqa ko'rsatadigan qizlar yoqadi. O'zim bo'lganimda yoqmadimi? To'rga urib surib yordingiz, bulbulcha. Ko'zimga unaqa qaramay, uyalib ketaman. Ha, bor kirket endi. Ha, nima? Ha, gaping bormi? Ketmang. 2 soatdan beri chiqmadim ko'chaga. Oshim bor, oshga borib kelay. Men ham chiqmadim. Sen nimaga chiqasan? Men chiqishim kerak-ku. 2 soat bo'ldi chiqmaganimga. Atigi 2 soat bo'ldi kelganingizga. Men xotinim bor. Siz chuqurlashib ketyapsiz, yaxshi qiz. Xotiningizni ham olib keling. Birga yashaylik. Osadi ikkalamiz ani. Mana shu turbaga osadi ikkalamiz ani. Nima deb o'ylayapsiz uni? Qatdan ham keldi. Yig'lama, shantaj, yig'lama. Qatdan ham keldi. Kasofat urdi menga. Endi nima qilaman? Voy, boring kirib keting, qo'rqityapsiz meni. Voy, kiring tez. Voy, 02 meni ham yondiradi-yu. Ya, kiring bo'ldi. Vafadorim meni. Yig'lash qanaqa o'xshatyapsiz? Birinchi marta ko'ryapsiz-ku meni. Manasi. Mol, ko'zingga qaramaysanmi? Farosat. Uncha qo'pol gapirasiz. Senga shunaqa gapirish kerak, to'g'mi yesan sen? Menga qanaqa muomala qilayotgan bo'lsangiz, iloyim ko'chadagi hamma sizga shunaqa muomala qilsin. Amin. Assalomu alaykum xo'jayin. Ha, gapir. Oylik qachon tushadi so'ramoqchi edim. Yaqinda pul berdim-ku, qaqqa ishlatosdan shuncha pulni. Ya'ni ko'yni ko'rib qo'ydingmi? Va sal ekonom qilishni o'rganga. Men ham o'ynayotganim yo'q. Sal uchun ishlayotganim yo'q faqat. Bor, keyin gaplashamiz. Xo'p. O'rtoq, men faylni qanaqa saqlanib qiladi? To'miyami, sen necha marta o'rgatishim kerak? Men anaqa. Men gapirayotganimda xayoling qayerda bo'ladi? Nima deyapsan? Men gapirayotganimda yerga qarab tur.
Nech pul bo'ldi, aka? 50 ming. O, mana. Rahmat. Ey, mol. Farosating bormi? Yig'ib qo'ymaysanmi yeganingdan keyin? Oyba mursh yotibdilar, uning orqasini yig'may yuribdi-da. Men klient. Klient emas, yugin qolmi bakalli ham. Faqat men tekshirib olaman o'zim, dog' qolmasin. Assalomu alaykum, aka. Bezgaz berib yuboring. Qo'ling singam ana qanaqa turibdi, ko'rmayapsanmi? Ko'ryapman. Borib ol. Xo'p. Taksi chaqiruvmadingiz? Ha, chaqiruvdim. Xotin xato qildi. Kechqurun men unga qanaqa muomala qilishim esida yo'qmidi deyman. Balki men uyimda choy-poy icharmiz. Ichamiz. Ketgan ketar men shu yerdaman. Nahotki shu bo'lsa sevgan. Yaxshi dam oldingmi? Rahmat, o'zingizcha. Zo'r. Onasi kelin tanlashni boplagansanda. Voy baxtiga ko'z tegmasin adajonisi. Siz qo'lingizni olib turing, men choy damlab kelaman. Yuray o'li. Hey! Xullas miyalari qattiq shikastlangan. Yo'q, ey. O'zlarini erkak kishi sizni ayol kishi deb o'ylashlari mumkin. No, sabr qilasiz, 10-15 kunda o'tib ketadi. Qo'y. Ozod! Menga mana shunaqa gapiryaptimi? Ha, bor, eri, xotining chiqdi, qara. Ya, ada rol o'ynayapti, bu jinnini yoqib olgan. Ozod! Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ertalab turib salom qildingmi? Salom qildi. Yaxshi, bor qora ko'ylagimni dazmol qil. Voy, o rol o'ynayapsan, o jinnini yoqmagan o'xshamayapti. Tushunmadim, sen tiling chiqib qoptimi? Bolam 15 kun ichida o'tib ketadi. Latta, yoqasini yaxshilab qil, hozir yana yeysan. Oney, magurlar Al Capone qiyshiq qilib ketganda. Voy adasi. Ha, Qudesga yotgan ekan. yaxshi-ku, kelishsin, kutib olamiz. Dollarchi qudeschi qizim tomon ketkizib qo'yganmiz bilsa-chi, bizlarni o'ldiradilar. Voy bo'li, endi nima qilamiz? Voy, qudalar chiqasiz. Voy, qo'tining bekitib o'lib ketamiz. Ha, ne chaqirding? Soqolingizni olmaysizmi? Ha, yoqmayaptimi? Yo'q, kechqurun sal botyapti-da. Jonimizni ber. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingizlar tuzukmisizlar? Qizim ko'rinmaydi. Ana yondi. Nima yondi? Ha, o'rtoqlar yangi mashina oluvdilar. Shunga orqalari yonyapti, shuni gapiryaptilar. Qizingiz oshxonada ovqat qilyapti. O'shanga ulgurmadi, kiradi lekin bir pas turib. Voy, hammomda turib buzilib qolgandi. Kalamush tiqilib qolganmi? Yo'talyapti jinni. Men shikolat chosida olgansizlar. Billa, cho'lkalarga o'xshab qoldim-ku. Ya Zaharoy, urmang bolani. Men o'zim olib chiqib kelaman. Yur totay. Ha, Oshxonada gaz ishlamayapti. Iltimos, shuni tuzatib bering. bitta ish eplolmaysanman. Rahmat. Satisfakchi. Ha, ovqati pishib qoldimi? Sizlar kelishinglarga niyabishni ovqat qotdi-da, o'shanga qolib ketdi. Tuput ishlayapti-yu, shu ozod to'g'ri miyada. Bo'ldingmi, Sigo? Kelganimizdan beri sadoqat qizim ko'rinmaydi, kirganiyu sog'indim. Kelganimizdan beri sadoqat juda ko'p.
qo'shnimni qizi uchun mushugini olib borib davolatibdi de $100 de. O'l odamni davoladi. O'sha payt xudo qarang, menning ahvolini qarang. Odam o'lib ketyapti. Va ovqat qilib charchab uxlab qolibdi-ya qizinglar. Va rosa xafa bo'ldim uxlab olganiga. Bo'ldi, turamiz, turdik o'zi. Ha, turamiz. Ha, turamiz. Voy, o'tirsanglar bo'lardi-ya. voy ada oyi assalomu alaykum, qachon keldinglar? Ha, kirardik. Biz o'sha ketyapmiz. Ha, kirardik. Biz o'sha ketyapmiz. Voy, o'tirsanglar bo'lardi, kelinglar. Oyi kelinglar yana. Boringlar o'zinglar ham. Boringlar o'zinglar ham. Mana nosvoy opa. O'rganmaysan? O'zi bunaqa odati yo'q-da. Oy, meni boshim og'riyapti, uxlayman. Nima qilding unga? Yo, boshiga bitta urdim, o'ziga kelib qoldi. Voy, boblabsan. Ozod, naskigimni olib berib bor. Shkopda turibdi. O'zing top ber, topolmayapman. Bor, olib ber o'shaningga. Mana shkopda turibdi-yu shu yerda. Qo'yvor. O'zbekcha gapir menga, gap qaytarma gapimga. Oyi, aytgan qizingiz kelmasa men ketib yuboraman. 1 soatdan beri kutyapman. Keldi. Uyalmaysan 1 soatdan beri kuttirganim meni? Voy, o'zi anaqa. Ey, anaqalarni uyatsiz tavba qildim. Voy, bashar, voy, o'z, voy. Dahkaga, ha? Va menga qarang. Qonli moshda ovqatlanishga boringlar. Bo'pti, yuring shu yerda gaplashamiz. Basligingizni qarang, uyatsiz. Voy, men nima dedim? O'zimga o'zim to'lardim erkin, shunaqa bo'lmaydi lekin. O sizni miyezni ismlarni teskari ulab qo'yishganmi? Menga qara, u xunu. Rostdan, rahmat. Menga hech kim bunaqa demagan, yosh paytgacha rahmat. Teskari jinni. Voy, u bilan yashash maza-yu, so'kib yashayveraman. Voy! Menga qara, u to'miyi. Lebi. Qara, to'ydan keyin boru 12-1 gacha sasib uxlashing kerak. Idish-sovonni yumasdan, uylarni tozalamasdan, qarochi bishxona qilib tashlashing kerak. Men o'zi shunaqa ishlayman, onam o'rgatganlar. Voy. Ish qilib teskari gapirayotgan bo'lsin-da. Menga qarang, eringiz qanaqa bo'lish kerak? Erim xotinni puliga yashaydigan bo'lish kerak, uyda yotishi kerak. Jahli chiqqanda alamini mendan olib, meni urishi ham kerak, ha? Ya bu jinni, oyi topgan qizingiz sog'a emas. Men hozir atkas qilib yuboraman, xafa bo'lmang. 3-4 sen keyin qo'yib yuboraman. Yutdingiz. Qanaqa tushuntiraman? Qarang, siz chiroyli qiz ekansiz, menga yoqdingiz, keyingi oy to'y. Roziman. Voy, 1 tiyinga qimmat, imini shu joyini to'g'ri tushunib qolganingni qara. Qilib qo'ydimmi? Ha? Bab uylanasiz. Eshiting. Chiroyli qiz ekansiz, menga yoqdingiz, keyingi oy to'y. Uylanaman, san ham meni eshit. Jahli chiqqanda alamini mendan olib, meni urishi ham kerak. Uzr. Yaqaki. Not no, but